Men senlarga nima degandim, kaltak xo'rlar? Ulan keldilar. O'zi bitta chiq tashladik. Senga balo bormi? Ko'ylak bilan cho'mildim-ku. Hech cho'milmayver, it bola kiriga. Ey, bo'llaring tez yerlar chopiq qil. Qilamiz-ku. Tezlashlaring, g'azilla, bo'l tez. Ana endi hamma joyimiz chang bo'ldi, cho'milishib sotolamiz. Ketaver. Davay shular. Ona ishlar qilib o'ylik, hamma yo'g'imiz chang bo'ldi, shunga ariqqa borib. Ha, hozir ko'tarilyapman, bola. Yo, siz avora bilmang, biz ariqqa borib bitta tashlab. Rahmat, mazza qildik. Kirib aytgin, loy qildik, hamma joyimiz loy bo'lib bitta tashlab kelaylik-da. Ha, bugun Tangemni qo'lida qirol tabibi o'limi oldidan yozgan xat bor ekan. Endi hech kim nega noto'g'ri Ona akam bilan loy qildik o'sha. Million marta aytaman, serial ko'rganimni xalaqit bermagin deb sen kuchuklarga. Nima bo'lib tugadi endi hozir mana? Nima bo'lib tugadi? Qo'lim chakki bo'ldi. Han deb aytavermaga, bar bormaymiz cho'milishga. gazga issiq suv qo'yib ustimizdan quyamiz. Bilarkanmisizlar? Cho'milishga ruxsat olib bersang, senga nasihat beramiz. Yanga shahboz erkaklar bilan cho'milishga borib turib. Yo'q dedilarmi? Hammang uxlab et bo'ldi. Men yotishim kelmayapti. Yaxshi yotib turinglar. Qisib yotay. Uyg'onmadilarmi? Yo'q. Suvda kim ko'p o'tirib o'ynaymizmi? Ona men buni aytgan kelgandim. Bu yoqqa chiq. Yoshlik sani o'ylamagankan